Agar siz gaplashmayotgan bo'lsangiz, eng oson yo'li boring gaplashing. Inson qachon xarob bo'ladi, qachonki unda baholash bo'lsa. Erkak o'ziga ishonchini oshirish uchun ayol kishi nimalar qilishi kerak? Turmush o'rtog'imiz xato qilsa, bo'ldi, bizga yana bitta galочка, mehrsizlik bo'lishiga galочка. Ko'p ayollar turmush o'rtog'i bilan deyarli suhbatlashmasliklaridan nolishadi. Bu dunyoda men borman, siz yo'qsiz. Atrof faqat aksimiz. Nima uchun hozir kredit ko'p va kreditli insonlar soni kundan kunga oshyapti? Assalomu alaykum. Qadrli kuzatuvchilarimiz, sizlarni ro'za Ramazon oyida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Nozik xilqat podkastimizga bugungi mehmonimiz Iman Ahmedovnani sizlarga tanishtirmoqchiman. Oilaviy munosabatlarda juda ham ko'p psixologik yo'nalishlarda o'zlarining faoliyatlarini yuritib kelayotgan va juda ko'pchilikka o'zlarini bilimlari bilan yordamlarini ayamayotgan mutaxassis ekspertimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Bugungi mana bizani Nozik xilqat podkastimizni kuzatuvchilariga keling ozgina aynan shu munosabatlar haqida gapirsak va yechimlar beriladigan savollar bor, o'sha savollarga ham qisqacha javob berib o'tsak. Xo'p bo'ladi. O'zingizni auditoriyamizga tanishtirsangiz, tanimaydiganlar ham bo'lsa, men endi o'zim bilganimcha tanishtirdim, o'zingiz ham o'zingiz tomonidan tanishtirsangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Taklif uchun avvalo tashakkur. Xudo xolasa bugungi intervyuyimiz, suhbatimiz ayol qizlarimizga manfaatli bo'lsin inshaalloh. Iman Ahmedovna barcha ijtimoiy tarmoqlardan Iman Ahmedovna deb qidirishsa, YouTube, Instagram, Telegram, ijtimoiy platformalar orqali meni topishingiz mumkin. Faoliyatim boshlaganimga 2,5 yil bo'libdiki, mana shu 2,5 yil ichida 47 mingdan ortiq ayol qizlarga o'qituvchilik qilib qo'ydik. Alhamdulillah, Alloh izni bilan. Va shu kungacha Xudoga shukr 99% yaxshi natijalar va asosiy faoliyatim munosabatlar. Har qanaqa, misol uchun oilaviy insonlar bilan munosabat bo'ladimi, turmush o'rtoq bilan munosabat bo'ladimi, pul bilan, sog'liq bilan, jamiyat bilan, umuman olganda butun borliq haq bilan bo'ladi munosabatlar mavzusini ko'proq olib chiqaman va asosiy maqsadim ham mana shu munosabatlarni to'g'ri qo'yish, inson o'zligini anglash, shunga yordam berish. Haqiqatda mana har doim aytaman, birinchi o'rinda ayol kishi uchun mana pul deyshadi, boshqa deyshadi, lekin munosabatni agar siz joyiga qo'yadigan bo'lsangiz, Alloh har qanaqa muammoingizni yechishga yordam beradi. Mana fikrimiz tasdiqini yana bir marta eshitdik. Biza kanalimizda ozgina savol-javob o'tkazgandik va eng dolzarb mavzularni bugun siz bilan ko'rib chiqishga qaror qildik. Har doimgidek oiladagi munosabatlardan boshlasak. Oilada mehr tushunchasi muammosi ko'p holatlarda yuzaga keladigan narsa. Umuman mana xotin bir-birini tushunishi uchun qaysi muhim jihatlarni e'tirof etsak to'g'ri bo'ladi? Biroz ko'proq tushuntirishim kerak buni, chunki albatta bu mavzu keng va ko'p ma'lumot hisoblanadi. Ayol kishi mehr talab qilishidan oldin aslida unga u uchun mehr nimaligini tushunish kerak. Ya'ni nimani u talab qilyapti. Bir xil uchun mehr kun davomida eri telefon qilib xabar olib turishi bo'lishi mumkin. Bir xil ayollarimiz uchun mehr oilasini ta'minlab qo'yishi, ya'ni pul taraflama ta'minlashi bo'lishi mumkin. Bir xil uchun mehr qaynana unga teginmasligi bo'lishi mumkin. Bir xil uchun esa prosta hech narsa qilmasdan yotish, qimmatbaho sovg'alar bo'lishi mumkin. Demak, mehr talab qilishdan oldin ayol kishi aslida u uchun mehr nima, uni balansga, ya'ni to'ldirmayotgan o'sha qolib ketgan joyini nima to'ldiradi, bu narsani bilib olish kerak. Ana undan keyin erkagidan shuni talab qilish kerak bo'ladi, ya'ni so'rash kerak bo'ladi. Aslini olganda xotin o'rtasida qachon mehr paydo bo'ladi, qachonki bu inson ikkalasi ham bir-biri uchun o'zgarishga tayyor bo'lsa. Bir xillar bor, misol uchun hozirgi kunda zamonaviy psixologiya rivojlandi. Shaxsiy chegarangni qo'y, o'zingni ma'ningni ko'rsatgin, o'zingni qadrlagin, samootsyenkangni ko'targin deyshadi. Lekin men bu fikrga umuman boshqacha qarayman, qarshiroqman va men shu joyda men aytamanki, xotin doim murosaga kelishi va yillar davomida bir-biri uchun o'zgarishga tayyor turishi, bir-birini qo'llab-quvvatlashga, xatolari bilan kechirishga va xatolari bilan bir-biriga rivojlanishga qo'yib berishga
tayyor bo'lsa, mana shu joyda yillar davomida mehr yig'ilib boradi. Bizda qanaqa ayollar? Turmush o'rtog'imiz xato qilsa, bo'ldi, bizga yana bitta galochka, mehrsizlik bo'lishiga galochka. Menda bor, mana bunaqa sabab. Ya'ni u menga xiyonat qilgan, vaqtida meni qadrlamadi, vaqtida yonimga olmagan, pul bermagan, sovg'a qilmagan deydi-da, misol. Mana shu joyda agar siz turmush o'rtog'ingizni, bu ham bitta Allohning bandasi, bu ham mana shu birinchi marta turmush qurgan, bu ham hali ayoli nimaligini, rafiqani nimaligini tushunmaydi. Mana shu tajriba yo'q-da, shu orqali u rivojlanadi, o'sadi. Ayol kim, rafiqa kim, ona kim, oila nima, shuni tushunib yetadi va mana shu tushunib yetish uchun qo'llab-quvvatlab tursa, albatta haq roziligi uchun ana o'shanda mehr keladi. Mehr birdaniga bo'lmaydi. Birdaniga bo'ladigan narsa bu nafs hisoblanadi. Mehr qozoniladi. Qozoniladi. Shu o'rinda men hozir mana samootsyenka yaxshi eslatdingiz, samootsyenka, shaxsiy chegara haqidagi gaplarga men ham juda ko'p ko'raman. Aynan shu narsani ro'kach qilib olib, qaytangi munosabatlarni yomon tarafga o'tkazishayotganini, lekin aslida uni shaxsiy chegara nima? Shaxsiy chegara sizga agar kimdir yaxshi munosabat qilishni xohlasangiz, siz ham unga shaxsiy chegarasi bo'lishiga ruxsat berishingiz kerak. Yoki bo'lmasam samootsyenka, o'zini qadrlash deganda ko'pchilik buni ortiqcha o'ziga baho berish bilan almashtirib qo'yishyapti-da. Samootsyenka deganda o'zini hammadan ustun qo'yib qo'yish. Yo'q, samootsyenka ham nima? Samootsyenka aslida bu negizga borib taqaladigan bo'lsa, to'g'ri tahlil qiladigan bo'lsa, samootsyenka o'zini qanchalik darajada sevsa, boshqalarga ham o'zini shunchalik sevishga ruxsat berish. Ya'ni hammani boricha qabul qila olish. Ya'ni Alloh bizani qanaqa sevgan bo'lsa, biz ham qabul qila olishimiz. Va menga juda ham yoqdi o'sha aytganingiz, aynan bir-birini to'ldirishi kerakligi. Bizda har doim u qilsin. U qilsin, ya'ni erkaklar nimaga endi men qilishim kerak? U ayol u bo'ysunsin. Ayollar bu meni himoya qilish kerak, u erkak nimaga endi men har doim qilishim kerak. Juda ham mana shu narsaga haqiqatda ayollarimizga men ham aytgan bo'lardim, juda ham chiroyli gap aytdilar. Bir-birini to'ldirish, bekorga er-xotin qilib bizani Alloh yaratmagan. Rahmat kattakon, savolni shunchalik chiroyli qilib izohlab berganingiz uchun o'ylaymanki, manfaatli javoblarni ola oldingiz. Yana ikkinchi tomoni, ayollar mana erkaklardan mehr kutadi-da, lekin erkaklar uni shartni bilmaydi. Bu tomonda qanaqa yechim bersak bo'ladi? Ya'ni erkaklar mehr berishni, mana siz aytganingizdek, aynan ayollar nimani berishini bilishi kerak. Xo'p, endi ayol bildi ham deylikda, lekin o'sha narsani shunchaki kutib o'tirish yoki bo'lmasam turmush o'rtog'idan bu narsani qanaqa olishi? Ya'ni erkak kishiga ozgina bu yerda menimcha maslahatimiz bo'lgan bo'lardi. Erkak kishi buni shart emas ko'rsatish ham yoki bo'lmasam mehrimni berishim, ochiqcha e'tirof etishim shart emas deyshadi. Va ko'p ayollar turmush o'rtog'i bilan deyarli suhbatlashmasliklaridan nolishadi. Mana shu joyga qanaqa yechim bersak bo'ladi? Bu dunyoda Alloh bilan sizdan boshqa hech kim yo'q. Bu dunyoda men borman, siz yo'qsiz. Meni hayotimda men bilan Alloh bor bo'ldi va meni hayotimdagi jamiki insonlar bular meni haqni tanishim va haq oldida bo'lishim uchun yordam beruvchi sabablar hisoblanadi. Psixologiyada bu natrajeniya aks etib oyning deb aytishadi. Inson qachon xarob bo'ladi? Qachonki unda baholash bo'lsa. Qachon xarob bo'ladi? Qachonki unda kutuv bo'lsa. Bizda yiqilish bo'ladi, qachonki bizda kutuv bo'lsa. Bir tasavvur qilib ko'ring, kutgan paytlaringiz qanaqa bo'lgan. Bugun meni erkalamadi, bugun 10 kun bo'ldi, hali ham bitta shirin so'zini aytmadi, hali ham ochilmadi, 11 kun bo'ldi degan paytlarimiz bizda xarob bo'lish boshlanadi. Kutuv shaytondan, baho qo'yish shaytondan. Ya'ni insonlarni yaxshi yomonga ajratish bu shaytondan hisoblanadi. Ayol kishi, men maslahat berardim, odamlarni baholashni to'xtatishimizni va shu bilan birgalikda kutuvni to'xtatishimizni. Boshida suhbatimning boshida aytdimki, bu dunyoda men bilan Allohdan boshqa hech kim yo'q dedim. Qachonki inson olgisi kelayotgan narsani avvalo o'sha insonga shartsiz, kutuvlarsiz, unga baho qo'ymasdan bersa, ana o'shanda unga obratniy ответ bo'ladi. Qayta ответ bo'ladi. Bizda nima bo'ladi? Bizda ichimizda aslida nima bo'layotganligini tushunmaymiz. Va san top deymiz.
bizani transformatsiya qiladigan va bizani shiddatli ravishda o'stiradigan, qalbimizni ko'rsatib beradigan sabab hisoblanadi. Masalan, men turmush o'rtog'im deylik gaplashishni xohlamayman, lekin u joyda men gaplashmayotganini his qilaman. Shu joyda o'zimga savol berishim kerak. Nima bo'lyapti? Nega u erkak menga yorilmayapti? Nimaga bu erkak menga mehrini bermayapti? Demak, bu joyda men o'zimda bor javob. Ya'ni menda to'siq turibdi undan so'rashga. Sizga nima bo'lyapti? Nega menga ochilmayapsiz? To'siq turibdi. Demak, u to'siqni menga erim ko'rsatyapti. U joyda erkakning aybi yo'q. Biz ochila olmayapmiz erkakga, o'shaning uchun u erkak bizga shuni ko'rsatadi. Xohlagan payti, xohlagan отношенияni yaxshi darajaga olib chiqish mumkin. Uning uchun inson o'ziga savol berish kerak. Hozir men his qilyapman. Nima bo'lyapti menga va bu inson menga nimani ko'rsatyapti? Mana qadrli kuzatuvchilarimiz, men ham doim aytaman, mana konsultatsiyalarda, raskopkalarda, kurslarda ham shunaqa erkaklarni bu yerda kutish emas, erkaklardan aksincha o'zingizga birinchi shu nazarni soling-da. Va siz o'zingizni o'zgartirsangiz, turmush o'rtog'ingiz sizni aksingiz, chunki bu dunyoda haqiqatda aytganingizdek faqatgina men va Alloh bor va atrofimiz faqat bizning aksimiz. Va ko'pincha shu o'zini o'zgartirishdan qochib, ajrimlar orqali yoki bo'lmasam boshqa insonlardan bir mehr ko'raman deb o'zini o'qishga o'rganlar, baribir o'sha nuqtaga yetib kelishadi. Ya'ni yana o'sha nuqtaga kelamiz. Ya'ni atrof faqat aksimiz. Xuddi shu o'rinda men aytganimda turmush o'rtoqlar o'zgartirish kerak emas, o'zingizni o'zgartiring deganimda ba'zida shunaqa savol berishadi. Siz nima erimni taniysizmi? Yo erim sizga pul berganmi? Nimaga menga ularni shunchalik anaqa qilyapsiz deyishadi-da, keyin o'sha paytda kulgim keladi-da. Mana aziz kuzatuvchilarimiz, Iman Ahmedovna ham xuddi shu fikrlarni e'tirofini etdilar. Demak, biz yana bir marta bu narsaga 2 martalab o'zimizga galочка qo'yib olishimiz kerak va e'tiborimizni shu narsaga kuchaytirishimiz kerak. Mana shu etapdan o'zim ham o'tganman. Ya'ni oldin men hech psixolog bo'laman, o'rtaga chiqib ekspertlik qilaman degan planim bo'lmagan, lekin 2016-yildan beri o'z ustimda ishlab kelaman. Va o'sha paytlarda psixologlar o'zingni o'zgartirib, o'shanda atrofingda hamma o'zgaradi deganda men alam bo'lib ketardi menda. Nega doim nega men o'zgarishim kerak derdim. Hozir juda ko'p ayollarni beradigan savoli, hamma psixologlarning topgan gapi, lekin nimaga biz mana haqiqatda o'zlaridan misol keltiryaptilar. Qachon nega degan savol beriladi, qachonki bu inson kibr otiga o'tirganida va mag'lub bo'lgan inson nega degan savol bilan dengiz suzib chiqishga urinadi. Boshqa odam sen meni qutqar degandek. Va men o'zim haqiqatdan hayot meniki, oxirat meniki, qabr meniki, badan menikiligini tushunganimda o'zim harakat qilishim kerak ekan deganman va haqiqatdan men hayotimda men bilan Allohdan boshqa hech kim yo'qligini tushunganimda men hayron qolaman har safar. Qanchalik siz men uchun maks ettirib berayotganingizni ko'rsam, hayron qolaman va Alloh men uchun shuncha odamni yaratgan, shuncha odamni bir-biriga zanjir qilib qo'ygan, yana hayron qolaman. Qanaqa qilib bu odam meni shuncha ichimni bildi-yu ko'rsatyapti deb. To'g'ri. Haqiqatda men ham xuddi siz aytganingizdek, men o'zimni onam psixiatrlar, men ham doim qochganman. Hattoki bolaligimdan shuni ichida o'sgan bo'lsam ham doim qochganman, lekin hayot shunaqangi qilib sizni olib kelib qo'yar ekanki, shuni ichida yashab ketar ekansizda. Va siz aytganingizdek, mana xuddi shu narsa bo'lganda, hattoki shu anglashlarimni shunaqangi Alloh ko'rsatib berganda, nahot men shu narsani bilmagandim. Xuddiki men yashamagandim-da, endi birdaniga tug'ilgandek bo'lib qolganman. Hattoki shuncha yil turmush o'rtog'imni xafa bo'lganlarimni men umuman aslida bir hattoki uyalganman. Demoqchi bo'lganim, ayollar agarda shu narsani anglab yetishsa, o'zingizga kerakli xulosalarni albatta o'zingizga galочка qilib olinglar ayollar. Bu yerda sizga ikki tomondan ko'rsatib berilish bo'lyapti. Ya'ni siz turmush o'rtog'ingizdan sizga mehr berishini yoki bo'lmasam e'tirof etishini emas, o'zingizdagi ichki meningizdan so'rang. Siz qanchalik o'zingiz o'sha mehrga o'zingizni loyiq ko'ryapsiz. Va albatta, meni ham ustozlarim aytishadi, agar siz gaplashmayotgan bo'lsangiz, eng oson yo'li boring gaplashing.
ya'ni haqiqatda gaplashilmayotgan narsani boshqachasiga hal qilib bo'lmaydi. Alloh bizga chiroyli til zabon bergan va nutq berganda, endi undan foydalanmasak, menimcha u yoq bo'lsa kerak. Rahmat kattakon fikrlaringiz uchun. O'ylaymanki, ayollarimiz o'zlariga kerakli xulosalarni chiqarishyapti. Endi biz hayotimiz baribir moddiy hayotda yashaymiz. Moddiy muammolar bilan xohlaymizmi yo'qmi to'qnashib kelamiz. Endi kimdir uni muammo deb biladi, kimdir esa uni masala. Endi ayollarimizni savollardan kelib chiqib, ularga ham ozgina menimcha yechim bersak, kutishayotganlar bo'lsa kerak. Pul muammolari oilaviy munosabatlarda o'zi umuman qanaqa ta'sirga ega? Katta ta'sir. Shu haqda keling, ozgina ularga ochib bersak. Ko'pchilik katta ta'sir deb o'ylaydi. Ana shu katta ta'sirni ana nimada ekanligini ko'rsatib bersangiz. Bu pul juda katta motiv hisoblanadi. Yashashga ishtiyoq uyg'otadigan ham, yashashdan ishtiyoq so'ndiradigan ham pul hisoblanadi va er-xotin munosabatlarini qaysidir ma'noda qiziqarli o'ringa olib chiqadigan narsa ham pul. Hozir mana shu gapni eshitib, misol uchun bir xillarning ensasi qochishi mumkin. Pul ham Alloh bir yaratib qo'ygan 18 ming olam ichidagi bir olam hisoblanadi. U ham bir ne'mat. Nimaga pulni yomon ko'rishi, insonlar yaxshi ko'rishini insonlar tan ola olmaydi. Xuddiki pulni yaxshi ko'rishimni aytsam yoki bu qaysidir ma'noda menga motiv bo'lishini tan oladigan bo'lsam, yomon inson deb o'ylashadi. Bu kambag'allik ongi hisoblanadi. Aslida qo'rquv bor. Tan olsam men yomon odam bo'laman degan qo'rquv bor hisoblanadi. Xo'p, endi pulsizlik munosabat muammolari qachon paydo bo'ladi? Qachonki insonda ikkita hissiyot juda yuqori darajaga chiqib ketganida. Deyarli bu 3 ta hissiyot desa ham bo'ladi. Birinchisi bu uyat hissi. Men psixosomatikasini aytib beradigan bo'lsam, uyat hissi qaysiki u inson o'zini jamiki boricha qabul qila olmasa, misol tashqi ko'rinishidan uyalsa, oila ahvolidan uyalsa, hozirgi yashash tarzidan uyalsa, misol yashash lokatsiyasidan uyalsa, ota-onasining holatidan uyalsa, deylik terisidan bo'lishi mumkin, kiyinishidan, holatidan, jamiki bor holatidan uyalsa, u hozirgi holatini o'zgartirishni xohlasa, ana shu holatda u qarzdorlikka kirib ketadi, pulsizlikka kirib ketadi. Bitta oddiy misol. Nima uchun hozir kredit ko'p va kreditli insonlar soni kundan kunga oshyapti? Demak, bu insonlar hozirgi holatidan uyaladi. Men hozir hayron qolaman, maishiy texnikalarni ham kreditga olishayotganligini. Misol, mikrovolnovka, xolodilnikda maishiy texnikalar hisoblanadi. Demak, bu uydagi holatidan uyaladi. U o'sha mikrovolnovkani oladigan darajada pulni yig'ishga sabr yo'q, uyati kuchli. Va ehtiyoj darajasiga o'sha kreditga olishga majbur bo'lishadi, o'zligini majbur qilishadi. Kredit bu Allohga ochuchasiga qilingan o'yin hisoblanadi va bu joyda hech qachon inson 1-2 bo'lmaydi, kredit bo'lib zanjir bo'lib ketaveradi. Keyin aytishadi, yo'q, biz majbur bo'ldik, bo'lmasam qayerdan olamiz deyshadi. Lekin qaror berganida Alloh mana shu holatidan uyalmasdan Allohga bo'ldi, men olaman faqat kreditga emas deb qaror berganida, bu insonda Allohda limit yo'q, beradi. Har qanaqa holatda har joydan olib chiqib beradi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sababi bu qabul qila olmaslik. Boya aytdim, uyat hissi natijasida qabul qila olmaydi boricha. Misol, nimaga semizlar o'lib ketyapti tez? Nega ozish uchun dorilar ishlab chiqarilyapti va uni oxiri o'lim bilan tugatyapti? Chunki bu inson o'zini boricha qabul qila olmayapti. Hozircha kambag'alligini qabul qila olmaydigan inson, ya'ni hozircha faqirlikda yashayaptimi, mana shu holatda yashayotganini qabul qila olmaydi. O'shaning uchun u boylikka intiladi. Boylik ilmini bilmasdan Allohga limit qo'ygan holatda u intiladi, natijada u bankrot bilan tugaydi. Uchinchisi bu noshukrlik juda ham kuchayganida. Любой istalgan pulsizlikni, faqirlikni tegi bu noshukrlik hisoblanadi. Noshukrlik bor joyda kambag'allik bo'ladi. Bir qarab ko'rsin, ko'rinishidan qoniqadimi, yashash lokatsiyasidan qoniqadimi, yashash ahvolidan qoniqadimi, hayotidan qoniqadimi, ovozidan, tashqi ko'rinishidan, kiyinishidan, bola chaqasidan, avlodidan, ajdodidan qoniqadimi? Ya'ni u minnatdormi? Eridan minnatdormi?
minnatdor emasmi? Qachonki o'sha qoniqmaslikni qoniqishga, hatto boshida o'zini majburlab bo'lsa-da, qoniqishga o'zgartirishi bilanoq faqirlik tugaydi. Bu 100%. Xuddi shu o'rinda mana kreditlar haqida gap savol ham berilganda, ikkalasini ham bittada aytib o'tdilar. Musulmonlarimiz, islom dini vakillarimiz va mana dinlar ichida eng katta sabr aynan musulmonlarga berilgan ekanda. Lekin mana shu kreditlarga botib ketayotganlarni ko'rib aytamanda, baribir o'sha narsani ortig'i bilan to'laysiz. Undan ko'ra ozgina sabr qilib, ya'ni o'sha o'zimizga berilgan, Alloh tomonidan berilgan bizning dinimizni eng chiroyli fazilatlaridan biri bu sabrni agar ozgina bir kuchaytirsak, o'ylaymanki shu kredit muammosi ancha hal bo'lgan bo'lardi. Juda ham chiroyli tushuntirib berdilar. Bugungi kunda eng dolzarb, eng juda ko'p haqiqatdan menda ham juda ko'p muammo qilib ko'rsatadigan narsa shu qarz va kreditlar. Rahmat kattakon. O'ylaymanki o'zingizga kerakli joylarini konspektlashtirib oldinglar. Ayollarimizni 98%ni murojaatlardan tashkil topadigan erkak xiyonati. O'ylaymanki sizda ham bu narsa juda ko'p uchrasa kerak. 98% deyishimga sabab hech bo'lmaganda hozir aynan xiyonat bilan duch kelmagan bo'lsa ham, lekin xiyonatdan aziyat chekib, aynan o'shani dog'ini qalbiga olib, bugungi kunda yomon munosabatlarda yashayotganlar bor. Umuman xiyonatni kechira olmaslik, xiyonat holatida yurganlarga, xiyonatdan o'tib, lekin o'sha narsani bir haqiqatda o'tkazib yubora olmayotgan ayollarga. Umuman buni o'zi negizi nimada? Shu haqida ozgina gaplashsak. Aslida xiyonat qilsa ayol aybdor yoki erkak aybdor deyiladi. Bu ham zamonaviy psixologiya bo'yicha. Aslini olganda bu holatda hamma o'zi uchun aybdor. Kimga og'riq berayotgan bo'lsa, значит o'sha inson aybdor hisoblanadi. Xiyonat qilingan joyda ayol kishi kechira olmayaptimi? O'sha kechira olmaslik hissiyoti unga og'riq beryaptimi? Значит bu joyda ayol aybdor. Nimaga aybdor? Chunki o'sha xiyonat unga og'riq beryapti. Agar og'riq bermaganida chuvstvo o'zi gapiradi, hissiyot o'zi gapiradi. Aybdorlik ham gapiradi, o'ziga yaxshilikni ravo ko'ra olmasligi ham gapiradi. U aslida nima qilish kerakligini gapiradi. Aybdor qidirayotgan paytda, misol uchun kechira olmayman deb aybdor qidirilayotgan paytda, demak bu joyda ayol kishi o'zida qaysidir joylarida ichki holatini to'g'rilay olmayotganligidan qiynalgan bo'ladi. Deylik misol, xiyonat, zino bu hayvoniy отношение hisoblanadi. Chunki Alloh taolo insonlarga halol munosabatlarni buyurdi. Hayvonlarga halol munosabatni buyurmadi. Ya'ni ularga nikohlanish mumkin emas. Etilmadi ularga. Ayol odamlarga nikohlanish etildi. Xo'p, odamlarga nikohlanish etildi va qachon erkak kishi hayvoniy urovengga tushib ketadi, qachonki bu oilada ilohiy atmosfera bo'lmasa. Ilohiy atmosferani kim ushlaydi? Ayol kishi ushlaydi. Ayol kishi qanaqa bo'lishi kerak degan savolga, misol uchun, ibodatli, sabrli, uyda o'tiradigan, deylik, haqqiga duo qiladigan, bolalariga tarbiya beradigan, ovqat qiladigan, pishiruvlar qiladigan tasavvur qilinadi. Ko'pchilik shunaqa tasavvurda. 100% shunaqa tasavvur bo'ladi, 100% odamda. Lekin hech kim tasavvur qilmaydi-ku, oilasini boqish kerak, ko'chaga chiqib himoya qilib urishish kerak, borib ayollar bilan ratsiya qilish kerak degan narsani hech kim ko'zini oldiga kelmaydi. Chunki ayollarning fitrati unaqa emas. Ya'ni ayol qolipini Alloh taolo bizga ko'rsatib bo'ldi qanaqa bo'lish kerakligini. Demak, ilohiy atmosfera nima degani bu? Ilohiy atmosfera uyda qachon paydo bo'ladi? Qachonki duo qilinsa, o'sha uyda ibodat bo'lsa, o'sha uyda Alloh eslansa, o'sha uyda Alloh uchun munosabat qilinsa. Demak, xiyonat bo'lgan joyda ayol kishi o'zini qalbining darajasini qarash kerak. Nima, qanaqa sizda qalb darajasi? Ya'ni qalb darajangizda Alloh bormi? Ilohiy hissiyotlar bormi ichida? Alloh uchun yaxshi ko'rish bormi? Alloh uchun kechirish bormi? Alloh uchun
misol uchun murosaga kelish bormi, Alloh uchun yaxshilik ravo ko'ra olish bormi, ya'ni ilohiy munosabat bormi, bu ayolni darajasi ilohiy darajadami? Ilohiy darajada bo'lgan joyda ayol kishi erkagini bo'ladimi, butun oila a'zosini bu ayol o'zini duosi bilan himoyasiga oladi. Erkak kishi dunyoviy masalalar bo'yicha ayolini va oilasini himoyasiga olsa, ayol kishi ilohiy tomonlama oilasini, erkagini himoyaga oladi. Ya'ni o'sha duolari bilan himoyasiga oladi, eslatmalari bilan, hech kimga chegara qo'ymasdan himoyasiga oladi. U ham Allohni bir bandasi, ya'ni mulki emasligini tushunish orqali u himoyaga oladi. Va bu duo qilayotgan ayol Alloh uchun yaxshi ko'rgan, Alloh uchun murosiga kela olgan, Alloh uchun yaxshilikni ravo ko'ra oladigan ayol 100% ishonchda bo'ladi. Faqat eriga emas, Allohga. Allohga aytadi, bo'ldi, yuraveradi. U bunaqa paytda erkak ham qo'pol bo'lsa ham aytaman, o'sha erkakni oldiga yalang'och ayol olib kelib qo'ysangiz ham hech narsa qila olmaydi u. To'ppa-to'g'ri. Rahmat kattakon. Haqiqatda mana shu oxirgi gaplarini men ham har doim aytaman. Ayollar, agarda siz shu darajada o'zingizni qalbingiz darajasida o'zingizni sevsangiz, ya'ni Allohni shu darajada sizni himoyalab qo'yganini agar his qiladigan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz 10 ta ayol olib kelib qo'ysa ham, umuman nazar solmaydigan bo'ladi deb aytaman har doim. Hozir mana ibodat haqida aytdingiz. Haqiqatda mana bor ayollar shunaqa nolishadi ham. 5 vaqt namozimni kanda qilmayman, oiladagi hamma anaqa masalan ibodatlarim bormi, ro'zalarim bormi, hattoki o'sha ularni ruxsatsiz ko'chaga ham chiqmayman, lekin nimaga menga bunaqa bo'ldi deyishganda mana aytaman. Xo'p, shunchaki televizor ko'rish mumkin, lekin uni nimalar bo'layotganini anglamaslik mumkin. Demak, siz ibodatlaringizni qanchalik darajada ichingizdan qildingiz? Ya'ni qalban Alloh bilan qildingizmi yoki shunchaki majburligingizdan yoki qo'rqqaningizdan qildingizmi? Aynan shu siz aytganingiz qalb darajasi muhim o'rin tutadi. Men ham xuddi shu narsani ko'p aytaman. Ya'ni siz ming yozing, ming duo qiling, nima deydi, o'sha ibodatlaringizni agarda xayolan har xil joyda yurib qiladigan bo'lsangiz, ya'ni Allohni emas, shunchaki aytganingizdek, ya'ni eri aytgani uchun qilish yoki bo'lmasam qaynonasi aytgani uchun qilish yoki uydagilar aytgani uchun qilish bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda mana Iymon Ahmedovna ham juda chiroyli aytdilar, qalb darajasida Allohni tutib qiladigan bo'lsak, har bir duolarimiz hali oxiriga yetmasdan ham ijobat bo'ladi, chunki Allohim va'da qilgan, so'ra beraman. Rahmat kattakon, Iymon juda ham chiroyli tushuntirib berdilar. Aynan diniy tomonlama, diniy qarashlar bilan, gaplari bilan men o'ylaymanki, juda ham chiroyli anglashlar ola olasizlar. Erkakni yetakchilik roli, o'ziga ishonch haqida ham ozgina oxirgi paytlarda norozichiliklar bo'lyapti-da. Sizga ham balki murojaatlar bo'layotgandir. Erim o'zi harakat qilishini xohlayman. Ya'ni nolimasdan, ba'zilar ishdan charchaganman yoki boqish osonmi yoki bo'lmasam uy uchun harakat qilishlar yo'q yoki bo'lsa eng oson o'sha aytganingizdek kreditga anaqa qilish, ya'ni ojiz tarafni ko'rsatishlar bo'ladi. Men o'zim nuqtai nazarimdan aytadigan bo'lsam, bu ayol kishiga bog'liq. Siz mana o'zingizni fikringiz bilan agar bu narsani to'ldiradigan bo'lsangiz yoki o'zingizni fikringizni bildirib agarda boshqa bir yechimni beradigan bo'lsak, o'ylaymanki juda aksariyat insonlarga, nafaqat ayollarga, aksariyat insonlarga manfaatli bo'lgan bo'lardi. Bunaqa holatda ayol kishi o'zidan so'rash kerak. Oldida kim o'tiribdi? Ayolmi, erkakmi? Agar erkak ayol kishi oldida o'tirgan insonini ayol sifatida qabul qiladigan bo'lsa, u uchun u gapirayotgan gaplari bahona, mas'uliyatsizlik bo'lib ko'rinadi. Agar bu inson shu ayol oldida erkakga o'tirganligini, u haqiqatan erkak sifatida qabul qilingan, tan olingan inson o'tirganligini bilsa, demak bu joyda u bahona bo'lmaydi. U o'sha erkagini kuchi, jasorati haqida informatsiyaga ega bo'ladi. Erkak kishini o'zgartirishga harakat qilish degani bu Allohning ishiga aralashish degani. To'ppa-to'g'ri. Territoriyasiga aralashish degani. Ya'ni erkakni ham o'zini Allohi bor va u bilan hisob-kitob qiladigan, uni yaxshi bo'lishini xohlaydigan tepasida Allohi bor. Mana shu joyda nega erkaklar ko'p bahona qiluvchi,
yoki mas'uliyatdan qochuvchi bo'lib qoldi degan savolga javob biza shu joyda kibrlanib ketganimizdan bo'ladi. Ayollar. Ayollar qachonki kibrlansa, erkak sifatida qabul qilmasa, mensimasa, bu joyda erkakni emas, Allohni tan olmasa. Kibr mavzusi juda katta mavzu. O'zi hamma muammoni tegi bu kibr hisoblanadi. Qachonki bu inson Allohni tan olmaydigan bo'lsa, hali beri erkagini yuksaklik holatda u tasavvur qilmasin ham. Chunki aytayapman, nimani kim bilan gaplashyapti u? Erkak bilanmi, ayol bilan? Mana shu joyda o'ziga xulosa qilsa bo'ladi. Haqiqatda mana bitta bir necha yil oldin bitta reels qilganimizda mana ayollar mana shu narsa bilan ko'p murojaat qilishganda aytgandim. Siz o'zingizni qirolicha bo'lishni xohlaysizmi? Unda eringizdan qirol obrazini yarating. Ya'ni siz eringizda o'sha qirolni ko'ra oling. Chunki qirolichani oldida faqatgina qirol bo'la oladi. Lekin bizning ayollarimiz qirolicha bo'lishni xohlashadi-yu, ya'ni o'sha e'tirof, mehr, boshqa-da, lekin qarshisidagi odamni doimiy nazoratda ushlashga harakat qilishadi. Va bu nazoratda ushlash bu menimcha erni nazoratda ushlash bo'lmasa kerak har holda. Mana shu ayollarga menimcha juda ham chiroyli izoh bo'ldi. Ya'ni siz ishonishingiz kerak, sizni oldingizda kim o'tiribdi? Siz ishonadigan erkak, siz suyanadigan erkak, hamma erkak qiladigan ishlarni o'z zimmasiga oladigan erkakmi yoki ayol energetikadagi, ya'ni ayol ojizligini o'zida jam qilgan shunchaki erkak qiyofasimi? Qarang, mana shu joyda mas'uliyatsizlik degan ularda baho qo'yish boshlangan. Ayollarda baho qo'yish boshlandi. Aslida ayollar fitratida shoshiluvchanlik bor, erkaklar fitratida rejalashtirish bor. Erkaklar rejalashtirib ish qiladi, ayollarning ko'zida bu mas'uliyatsizlik tuyuladi. Chunki biz birdaniga bo'lsin, birdaniga qilamiz deymiz. Va natijada biz erkakka baho qo'yamiz, mas'uliyatsiz degan. Va mana shu baho natijasida biz kibrga berilamiz. Keyin bizda baxtsizlik paydo bo'ladi. O'shaning uchun erkakka baho qo'yish kerak emas. Umuman Allohning jamiki yaratilgan yaratmalariga baho qo'yish emas, ularni boricha qabul qilish kerak. Ishonish kerak. Chunki Alloh hech qachon adashmaganda, sizni oldingizga bergan insonni Alloh hech qachon aslida sizni bir qiynash uchun bermagan, sizni baxtingiz uchun bergan. Ya'ni sizni ishonchingiz, o'ylaymanki, aynan olayotgan natijasini mahsul, ya'ni siz qay darajada ishonishingizni tekshirishingiz mumkin va har doim aytamanki, ishonch bu hammasi Allohga. Er-xotinni energiyasi, darajasi, umuman farqli holati oilada qanaqangi o'ringa ega? Masalan, mana bugungi kunda juda ham ko'p mana ayol energetikasi, erkak energiyasi haqida ko'p gapirishadi. Oilada qaysi birini o'rni muhim va umuman bu kerakmi? O'zi kerak emas, energetikani o'zi yo'q. Nima yaratilgan bo'lsa hammasi kerak. Oilada erkakni ham, ayolni ham energiyasi kerak. Menimcha bu joyda gap so'zi bir-biriga to'g'ri kelishi shunaqa ma'noda. O'zi aslida hamma narsa bir-birini balansga keltirib turadi bu dunyoda. Chunki Alloh taolo odam atoni yaratayotgan paytida odamga men 3 ta narsa berdim. Ruhimdan ruh pufladim, balansga keltirib turadigan qobiliyat berdim, shu bilan birgalikda loydan yaratdim degan. Inson boshqa yaratilgan yaratmalar ichidan aynan hamma narsani balansga keltira olishi bilan ajralib turadi. Va juftlar bir-birini balansga keltirib turadi. Misol, men dangasaman, erim shustri. Endi agar men balansni tushunmaydigan bo'lsam, erimni talablarida men nolishga to'g'ri kelib qoladi. Men bilaman, Alloh menga shunaqa chaqqon, talabchan erkakni bergan, men dangasa bo'lib qolmasligim uchun. Chunki xo'jayinim chet elga ketgan paytlarida hech narsa qilgim kelmasdan prosta o'tirgan paytlarim bo'lganda, o'shanda qadriga yetganman. Yaxshi ham erim bor ekan, erim bo'lganlarida tipir qilib hamma ishlarimni qilib yurardim deganman. Erimni qattiq talab qo'yishlari, uyda tozalikka, hamma narsaga talabchanliklari bu meni dangasaligimni balansga keltirib turadi. Er-xotin doim bir ayollar o'zini tahlil qilib ko'rsin. Xohlagan joyda eri uni balansga olib kelayotgan bo'ladi. Deylik, ayol juda ham kuchli bo'lib ketgan bo'lsa, kuchsizlik bilan oilani balansga olib keladi. Ya'ni kibringni yeng, bitta men erkakman,
sen qancha kuchli bo'lsang man kuchsiz bo'lib ketaman degan balans olib kelayotgan bo'ladi. O'shaning uchun erkakniki ham ayolniki ham juda ham muhim, faqat hamma o'zini fitratiga mos holatda yashashi kerak. Haqiqatda bu juda ham muhim narsa. Erkak ayol energetikasi balansi buzilishi haqida mana juda ko'p gapirganman va hozir mana Iman Ahmedovna bu narsani tasdiqladilar. Balans qonuni bu hayotda bor. Alloh hech narsani javobsiz qoldirmaydi, sababsiz qoldirmaydi. Biz qachonki o'sha balansni buzadigan bo'lsak, demak, bizning hayotimiz ham shunaqangi past balandliklarga keladi. O'ylaymanki, o'zingizga juda ham kerakli va muhim gaplarni eshityapsizlar. Va yana bitta juda ham muhim savol. Erkak o'ziga ishonchini oshirish uchun ayol kishi nimalar qilishi kerak? Agar bu erkakni o'ziga ishonishi ayol uchun muhim bo'lsa, ya'ni unga bu og'riq berayotgan bo'lsa, demak ayol erkakka shunchaki ishonishi kerak. Ya'ni ishonmaydigan erkakka u ishonishi kerak, ishonmasligi bilan. Masalan, men hozir ishimda muvaffaqiyatsizlik bo'lyapti, yo'limni topib keta olmayapman deydi erkak. Mana shu joyda voy sizda muvaffaqiyatsizlik bo'lmayapti, men sizga hozir korol sifatida qarayman emas. U o'zini o'zi aldash hisoblanadi. Bu joyda meni turmush o'rtog'im mana shu joyda muvaffaqiyatsizlikka uchrashi, yo'lini topib keta olmayotganligi bilan men uni qo'llab-quvvatlayman va shu bilan men unga ishonaman. Haqiqatda nikohda ham bizga aytilgan paytda, ya'ni har qanaqa holatda bir-birimizni to'ldirishga biz Alloh oldida aslida va'da berganmiz. Lekin hayot davomida yo o'sha paytda ma'nosiga e'tibor berishmagan yoki bo'lmasam unutib qo'yishgan. Men ham shu narsani aytaman. Siz nima uchun bir-biriga suyanchiq qilib bergan? Ya'ni bir-birini to'ldirish haqiqatda va nima uchun aynan har qanaqa vaziyatda Alloh beryapti-da. Bu aslida bizga ayollarga imtihon. Qani biz shu narsadan o'ta olganmizmi? Turmush o'rtog'ingiz o'sha aytganingizdek ishida past balandliklar bo'layotgan paytda meni kimligim kelib chiqadi. Meni aslida qanchalik bu narsaga tayyorligim va o'sha erkak, lekin men o'ylaymanki ayol kishi menimcha Iman Ahmedovning fikriga qo'shilsa kerak. Ayol kishi aslida stержень bo'yicha kuchli-da erkak kishidan. Erkak kishi agar mana juda ko'p muvaffaqiyatli insonlarni ham kuzatganimda aksariyatini gapi meni muvaffaqiyatim ortida meni ayolim ishonchi turadi aytishadi. Chunki ularda ilohiyat qo'lida de ayollar qo'lida. O'shani aytmayman. Ya'ni mana shu turmush o'rtog'iga har qanaqa vaziyatda sizni shu holingizcha ham men ishonaman. Hozir bu vaqtincha va o'tib ketamiz birgalikda va ko'p nimalarda aytishadi. Biz muammolarni negizi siz qildingiz, sen qildingdan boshlanadi. Agarda oilada biz degan so'z bo'lsa, hech qachon bu chunki biz bo'lgandan keyin ikkalamiz ham kemaga tushganni joni birda, to'g'rimi? To'g'ri. Va yana bitta oxirgi savol. Ba'zi erkaklar, ba'zi emas, juda ko'p erkaklar jahl chiqqanda so'kib yuborishadi, urishib yuborishadi. Ayollar keyin aytishadi. O'shandan keyin mendan uzr so'radi yoki bo'lmasam qanaqadir bir mulozamat qildi deyishadi-da. Shuni qanaqa to'g'rilasa bo'ladi deb savol berishibdi. Menimcha buni savolni o'zi javob bermoqchi, lekin sizdan eshitsak, menimcha yaxshiroq bo'lardi. Erkak kishi so'kmasligimi shunda? Yo'q, qarang, erkak kishi jahl chiqqanda so'kib yuboradi, urishadi, undan keyin lekin kechirim so'raydi-da. Shunaqa qilmaslikning iloji bormi? Ya'ni to'g'rilasa bo'ladimi deyishmoqchi. Albatta bo'ladi. Uning uchun ayol kishi erkakni so'kadigan darajaga olib chiqmaslik kerak. O'sha uzr so'rayotgan payti erkak kishi ayolidan uzr so'radimi, demak bu juda ham himmatli erkak hisoblanadi. Va mana shu joyda ayol kishi erkagidan albatta uzrni so'rab qo'yish kerak. Qanaqa? Bir nimaga yoki nimadir adasi shunaqa so'zlar bilan sizni shu darajada jahlingizni chiqarishga va sizni meni qattiq so'kishga olib kelib qo'yadigan vaziyatga qoldirganim va shu bilan birgalikda shuncha sizni jahlingizni chiqarsam ham bu joyda mendan uzr so'ratib qo'yadigan holatga olib kelganim uchun meni kechiring deyish kerak bo'ladi. Juda ham chiroyli. Mana hali aytganim, ya'ni biz mana erkak kishi uzr so'rayapti, men xato qildim deb, ayol kishi uzr so'rayapti,
men xato qildim. Bu yerda nima bo'lyapti? Biz bo'lyapti. Juda ham chiroyli izoh berdilar. Haqiqatda ayollar ko'pincha mana men aytamanki, arazlab yurishadi-da. Ya'ni o'zlariga kerakki, shu kechirim so'rash. Ba'zi ayollar bor, mana jartib obrazdagi ayollarni bilamiz, maza qilishadi aslida shu kechirim so'rashlaridan va o'sha vaziyatlarni chaqirib olishadi. Demak, ayollar uzr so'rashni ham bilishimiz kerak. Ya'ni har doim ham erkak aybdor emas. Ko'pincha ayollar aytishadi, to'g'ri, mendan ham o'tgan, lekin men baqirib so'kmadim-ku, ushmadim-ku, aytaman, endi unisi ortiqcha bo'lsa kerak deb aytaman. Kibr, ya'ni har doim ularni nimagadir erkak kishining kechirim so'rashi bu kutiladigan norma holatda, lekin kibrini tasdiqlab beradi. Ha, lekin nimagadir ayollar har doim farishta. Lekin aslida bekorga aytilmagan, qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Erkak ham o'zidan ham o'zi uxlab yotgan ayolni kelib do'pposlab ketmasa kerak yoki jimgina ibodatini qilib o'tirgan yoki bo'lmasam bolalarga qarab o'tirgan ayolini kelib o'zidan o'zi so'kib ketmasa kerak. Demak, sabab bor. Bu joyda mana suhbatimizdan ko'pchilik unaqa bo'lishi mumkin-da, faqat erkaklarni yonini olibsalar deyishligi mumkin. Aniq, mana har doim shunaqa deyishadi. Keyin mana shu joyda aytmoqchimanki, istalgan amalni amal qildiradigan narsa bu niyat hisoblanadi. Nima niyatda qilyapsiz? Birovni shu erkagingizni qalbiga hukmdorlik, vlast o'tkazish maqsadida qilyapsizmi yoki bo'lmasam Alloh roziligi uchun qilyapsizmi? Agar Alloh roziligi uchun qilinadigan bo'lsa, bu joyda sizni obro'yingiz, siz xohlayotgan narsa qancha yuqori bo'lsa bo'ladiki, lekin qadrsizlanib qolinmaydi. Va hamma o'zini o'rnini bilsa, erkak ham ayol ham o'zini o'rnini biladigan bo'lsa, masalan, bizda konstitutsiya bo'yicha ham, shariat bo'yicha ham ayollarni o'rni juda yuqori. Rahbariyat tomonidan ham ayollarni juda aniq qilishadi, shariat tomonidan ham ayollarni juda himoyaga olingan. Shuning uchun ayollar o'zini, ya'ni erkaklarning yonini olmaymiz. Faqat biza yaxshi, baxtli, saodatli yashashimiz uchun yo'l ko'rsatildi. Haqiqatda bu hayotimizni eng asosiy nuqtasi, bu aynan asosiy bizadan ketadigan nuqtani asosiy negizi bu ayollarni holati bo'lyapti-da. Hozir mana biz faqatgina asosan buni o'ylab qaraganda ayollarni savoli, bu narsalar ayollarni muammosi, ya'ni ayollar muammo deb o'ylaydigan, balkim erkaklar buni 90% ga umuman ahamiyat ham bermas. Demak, biz erkaklarning tarafini olish maqsadida emas, aynan ayollarimiz baxtli yashashi uchun qanday narsalarga ahamiyat berishimiz kerakligi haqida suhbatlashishga bugun kelishgandik va o'ylaymanki, aksariyat ayollarimizni savollariga javob bera oldik. Mana Ahmedovna, bizani kuzatayotgan aynan Nozik xilqat ayollar klubimizni kuzatuvchilari va o'zini ustida ishlayotgan ayollarga nima degan bo'lardingiz? Bugungi savollardan kelib chiqqan holatda. O'zi butun olam ayollariga har doim bitta gap aytaman. Dunyo qidirgan inson harom bo'ladi. Haq roziligini qidirgan inson ikki dunyoda ham saodatga erishadi. Doim duolaringizda, misol uchun, hozir suyukli bo'lishga harakat qilish, badavlat bo'lishga harakat qilish, misol obro'li bo'lish, mansabdor bo'lishga harakat qilishadi. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rib qolsa, Alloh sizni saralab olsa, bular siz uchun hech narsa bo'lmaydi. Bu juda ham oddiy narsalar bo'lib qoladi. Butun olamlar sarvari sizni maqtab tursa, butun olamlar sarvari sizni saralab olsa, demak, sizda bunaqa muammo bo'lmaydi. O'shaning uchun doim duo qiling va duolaringizda haq sizni saralab olishi, haq sizni yaxshi ko'rishi, rozi bo'ldim deganlardan qilishligini so'rashinglarni so'ragan bo'lardim. Rahmat kattakon. Haqiqatda boy insonlarni baxtsizman deganini ko'rganmiz, lekin baxtli inson hech qachon kambag'alman deganini uchratmaganmiz. Rahmat kattakon bugungi suhbat uchun. Maza qildim. O'ylaymanki, kuzatayotgan ayollar ham maza qilishdi. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Yana siz bilan uchrashishlikni, yana mana shunaqangi chiroyli suhbatlar davrasida o'tirishlikni Allohim nasib etsin. Aynan mana shunaqangi ulug' kunlarda, ro'za Ramazon kunlarida uchrashganimiz ham bu bejizga emas. Va men juda ham ko'p narsani aynan men dinimiz tomonidan emas, psixologik, ya'ni zamonaviy psixologik yo'nalish bilan beradigan bo'lsam,
siz aynan o'sha narsalarni bu tomondan ko'rsatib berganingiz va bu narsa bir birini qanchalik chiroyli to'ldirishini hozir ko'rib turganimdan juda ham xursandman va o'ylaymanki ayollarimiz u yo'nalishdan bo'lsin bu yo'nalishdan bo'lsin qalbda Alloh bilan harakat qilishsa o'ylaymanki hammasi chiroyli yakun topadi. Bugungi suhbatimizga shu nuqtada yakun yasaymiz va o'ylaymanki o'zinglarni fikringlarni bildirib, aynan qaysi joyi sizga ma'qul keldi, qaysi joyi sizga yangilik bo'ldi va yana qanaqangi suhbatlarni bizdan kutib qolishingizni aytsanglar, bizga keyingi dasturlarimizda sizlarga savol-javob mana shunaqangi dasturlarni qilishimizga yordam beradi. Sog' bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.